biling, siz ijtimoiy tarmoqda kimnidir hayotini kuzatyapsizmi, sizni hayotingiz qolib ketyapti. Siz birovni hayoti bilan yashayapsiz. Siz uni kuzatish bilan umringizni o'tkazyapsiz. Nima qildi, nima qo'ydi, qayerga bordi, nima yedi, kimni ko'rdi, nima kiydi, uni hayoti bilan o'tyapsiz. Sizni umringiz uvol ketyapti. Sizni umringiz behuda ketyapti. Achinmaysizmi? Ravo ko'rasizmi? Shunchalar beqadrmi sizni umringiz? O'zingizni hayotingizni bezang, o'zingizni hayotingizni to'ldiring, o'zingizni hayotingizni mukammal qiling, salomatligingizga qarang. Yaxshi amallaringizni ko'paytiring, savoblaringizni to'ldiring, ilm oling, bilmaganlaringizni biling. Sizni umringiz qaytmaydi, orqaga qaytmaydi. Men ochiq aytaman, ozgina ko'proq shu ijtimoiy tarmoqni qarab, u bilan ko'rib qolsam, rosa achinib ketaman, o'zimni urishamanki. Nimaga qarading, shu nimaga kerak edi senga deyman. Chunki bor shunaqa bir narsalar tarbiyaviy oladigan, lekin aksariyati shunchaki bo'layotgan jarayonlarda qanaqadir.